Bakteriyalar. Ushbu slaydda siz bakteriyalarning morfologiyasi, tashqi tuzilishi, shuningdek kimyoviy tarkibini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Dastlabki savol: bakteriyalar nima? Insoniyatning bakteriyalarga nisbatan o'ziga xos qarashlari bor. Hammamiz ko'pchilik bakteriyalar zararli ekanini bilamiz. Terlama, vabo, difteriya, pnevmoniya kabi kasalliklar va ochiq yaralardagi barcha infeksiyalar ma'lum turdagi bakteriyalar tomonidan qo'zg'atiladi. Odatda bakteriyalar o'simliklar dunyosining eng past tabaqasi turi deb hisoblanadi. Har bir bakteriya yadrosiz tirik materiyaning alohida zarrasidir. O'rtacha ularning diametri taxminan 0,1 millimetrni tashkil etadi. Ulardan ba'zilari shunchalar kichikki, hatto oddiy mikroskop bilan ham ko'rish imkonsiz bo'lib hisoblanadi. Bakteriyalar morfologiyasi. Mikroorganizmlarning ko'pchiligi bir hujayralidir. Bakteriya hujayrasi tashqi muhitdan hujayra po'sti, ba'zan esa faqat sitoplazmatik membrana bilan ajralib turadi. Hujayra ichida har xil strukturalar mavjud. Hujayra tuzilishiga qarab organizm ikki tipga bo'linadi. Ular evkaryotlar va prokaryot hujayralarga bo'linadi. Agar mikroorganizm haqiqiy yadroga ega bo'lsa, bunday hujayralarga evkaryot hujayralar deb ataladi. Bu grekcha so'zdan olingan bo'lib, euchin, karyo, yadro degan ma'noni anglatadi. Yadro apparati sodda bo'lgan mikroorganizmlar prokaryotlar deb ataladi. Evkaryotlarga zamburug'lar, suvo'tlar, sodda hayvonlar kirsa, prokaryotlarga bakteriyalar va ko'k yashil suvo'tlar, ya'ni siyanobakteriyalar kiradi. Keyingisi bakteriyalar tuzilishiga ko'ra, ya'ni shakliga ko'ra 3 ta guruhlarga bo'linadi. Bular sharsimon koklar, tayoqchasimon baksillalar, buralgan vibrionlar hisoblanadi. Ularning har biri haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bakteriyaning dastlabki shakli bu sharsimon kok bo'lib, u ham o'z navbatida bir necha guruhlarga bo'linadi. Guruhlarga bo'linishi uning shakli va bo'linish tekisligiga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Sharsimon bakteriyalar hujayrasi bo'linib, ayrim joylashsa, ya'ni ayrı holatda bo'lsa, bular monokoklar deb ataladi. Hujayra bo'linish natijasida har xil uzum shodasi, uzum boshi kabi to'planib qolsa, bular stafilokoklar deyiladi. Bakteriyalar bo'lingandan so'ng ikkitadan bo'lib joylashadigan bo'lsa, bular diplokoklar deb ataladi. Bo'linish natijasida uzun zanjir hosil qilsa, streptokoklar, 4 tadan bo'lib joylashsa, tetrakoklar, agar 3 ta tekislikda bo'linib kub shaklini hosil qilsa, bular sarsinalar deb ataladi. Bakteriyalarning keyingi shakllari bular tayoqchasimonlar va spiralsimonlar kiradi. Tayoqchasimon bakteriyalar yakka tayoqcha yoki ikkitadan joylashgan bo'lsa, bular diplobakteriyalar deb ataladi. Spora hosil qiluvchilari bo'lsa, diplobatsillalar deb ataladi. Bo'linganda zanjir hosil qiluvchilari esa streptobakteriyalar deb ataladi. Ba'zan buralgan va spiral ko'rinishdagi bakteriyalar ham uchraydi. Ular spirillalar deb ataladi. Agar spirillalar kabi buralgan bo'lib, ammo kaltaroq bo'lsa, ular vibrionlar deb ataladi. Vibrion lotincha so'z bo'lib, qayrilaman degan ma'noni anglatadi. Bu bakteriyalarning shakllari haqida edi. Endi biz bakteriya hujayrasining tashqi tuzilishi haqida to'xtalib o'tamiz. Bakteriyaning tashqi tuzilishi hujayra devori, kapsula, flagella va piluslardan iborat bo'lib hisoblanadi. Bular haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Dastlab hujayra devori. Bakteriyaning asosiy tashqi qatlami bo'lib, uning shaklini belgilaydi va mexanik vazifani bajaradi, ya'ni mexanik himoya vazifasini bajaradi. Keyingisi kapsula. Kapsula ayrim bakteriya hujayralarida bo'lib, hujayra devoridan tashqarida joylashgan quyuq shilliq moddadan iborat qatlam. Bu qatlam bakteriyani immunitet hujayralaridan himoya qiladi. Keyingisi flagella. Flagella ikkinchi nomi bayroqchalar.
Ba'zi bakteriyalarda uchraydigan uzun tolachasimon tuzilmalar bo'lib, ular hujayraning harakatlanishiga yordam beradi. Keyingisi viruslar. Viruslar hujayra yuzasida joylashgan mayda, qisqa tolachasimon tuzilmalar bo'lib hisoblanadi. Ular bakteriyalarning boshqa hujayralarga yopishishini ta'minlaydi. Xo'sh, ana endi bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibiga to'xtalamiz. Bakteriyalarning kimyoviy tarkibi bu. Ularning tarkibiga kiradigan oqsil, uglevod, lipid, nuklein kislotalar kabi moddalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bakteriya hujayrasida azot, uglerod, kislorod va vodorodlar ham mavjud. Azot quruq qoldiqning 8-16%, uglerod 45-55%, kislorod 30%, vodorod 6-8% tashkil etadi. Yana bakteriya hujayrasi tarkibida suv hamda fermentlar ham mavjud bo'lib hisoblanadi. Mikroorganizmlar turli elementlar va ularning birikmalaridan o'zlari uchun zarur bo'lgan oqsil, nukleoproteinlar, fermentlar, uglevod, lipid, vitamin va shu kabi boshqa moddalarni sintez qiladi. Quruq qoldiq bakteriyadagi quruq moddaning organik qismi bo'lib, ular oqsil, uglevod, lipid va nuklein kislotadan tashkil topgan. Nuklein kislotalar haqida gapiradigan bo'lsak, ular bakteriya turi, oziq muhiti bilan bog'liq bo'lib, quruq moddaning 10-39%ni tashkil qiladi. Xo'sh, keyingi komponentlarga o'tamiz. Bular oqsillar bo'lib, oqsil sitoplazma, sitoplazmatik membrana va umuman hujayraning tarkibidagi oqsillar bakteriya hujayrasi quruq moddasining 50-80%ni tashkil etadi. Keyingisi uglevodlar. Uglevodlar va ko'p atomli spirtlar quruq massaning 12-18%ni tashkil qiladi. Ko'pchilik bakteriyalar sitoplazmasida kimyoviy tarkibiga ko'ra glikogen yoki kraxmalga o'xshash kiritmalar bo'ladi. Oxirgisi lipidlar. Lipidlar quruq massaning 5-10%ni tashkil etadi. Bakteriya lipidlarida 25-30% erkin yog' kislotalaridan, neytral yog'lar, mung va fosfolipidlardan iborat bo'lib hisoblanadi. Ich terlama bakteriyalarning lipidlari erkin yog' kislotalari, palmitin, stearin, kapron va boshqa kislotalardan tuzilgan hisoblanadi. Shunday qilib, slaydimizga xulosa yasaymiz. Xulosa qilib aytganda, bakteriya genetika, biofizika, kosmik biologiya va boshqa sohalarga oid umumiy masalalarni hal qilish uchun eng yaxshi obyektdir. Bakteriyalar kulturasidan aminokislotalar, vitaminlar, antibiotiklarni miqdor jihatdan aniqlashda foydalanadi. Tuproq unumdorligi bakteriyaning hayot faoliyatiga bog'liq. Pektin moddalarini bezg'itadigan bakteriya yordamida zig'ir, kanop va boshqa tolali o'simliklar evitiladi. Sutdan qatiq, sariyog', pishloq va boshqa mahsulotlarni tayyorlashda ham bakteriyalarning har xil turlaridan foydalaniladi. Odam va hayvonlarda uchraydigan ko'pgina kasalliklar, misol uchun ich terlama, vabo, sil, kuydirgi va boshqa kasalliklarni ham bakteriyalar keltirib chiqaradi. Bakteriyaning kimyoviy tarkibi uning hayot faoliyatini belgilaydi. Shunday qilib, slaydimiz oxiriga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.